Ha. Apcam degan ilova bor. Bu ilova o'sha tishlar terishga kerak bo'ladi bizga. Ko'ramiz. Bizga kerak bo'ladigan blok tanlab olamiz. 12 A1 3D misol. Buni bizda A1 ishlar bo'lganligi uchun. Mana fayl bo'limi. Bundan ishlarni yo'qotib olamiz. Asosiy bo'ylari mana A1 bo'y, A1 bo'y, mana A1 bo'y, mana A1 bo'y. 18 A1 ekan. Xolos A1 ishlar tanlab olamiz. Bitta kalpachok. Tanlashda qanday belgiladingiz? Bosiz bo'ldi. Короче, bu 12li blokka birdan ish tushganligi uchun qilmaymiz. Chunki biz hozir vaqtdan o'tishimiz kerak. Vaqt bemalol bo'lsa, seviladi. 16likka teraveramiz. Oltilikka o'tishadi. Mana plyusni bosyapmiz. Ishlar birdan aylanuvchi bo'lsa karoka bo'limini, kalpachok bo'lsa mana kalpachok. Mo'zuk kalpachok o'zi. Kalpachok, karonka, mo'z karonka. Buni o'zi mana teleskop ekan bu vykladka, mana abatment, bu abatment ustiga silikon tayyorlash, mana shtiv, mana balka, mana vinil, bu nakladka. Bu ham mo'z implant, bu ham частный protez chiqarishga. Bizga ham kalpachok emas, karonka bo'lgan karonka. To'rtta bo'lgani uchun mo'z karonka. Dani bo'lsangiz, o'zi randomli qilib terib beradi. Kompyuterlar yaxshi bo'lsa, tezroq teradi. Terdi. O'zimizga mos holatga o'tib olamiz. Sichqonchani chap tomonini kontrolni bosib, sichqonchani o'rta qismidagi mishkasini bosadigan bo'lsak, bu yoqqa biz xohlagan tomonga harakatlanadi. Bu tomondan ko'rinishi mana bu o'ngdan tepadan chap tomonga belgilanadi. O'zimizga kerakli bo'lgan pozitsiyani tanlab olamiz va adaptatsiya qilish. Xohlagan tomon bu tepa pastga burish. Burib turib, o'zimizga o'sha mos keladigan holatda kiritib chiqarib olamiz. Endi kontrol bilan ishlaymiz. Xolaslar ham bilan ishlasizlar ham bo'laveradi. Boshqa bir xil unchalik ko'p farq qilmaydi. Keyin bu qizarib mana o'chiradi. Qizarib qolgan narsalar graduslarni to'g'rilashimiz kerak biz. Bunday bossak, nima sababdan qizaryapti? Bu gradusda mana shu holatda qo'yib bermasligini bildiradi. O'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni yana qilamiz, keyin to'g'rilaymiz. Aytganini qilamiz endi keyin. Bo'ldi. Mana to 5 ta gradusga bo'lmaguncha harakat qilishimiz kerak. Chap tomonda belgilar. Yo'q, tepadagiday bittasi qizil bo'lib qoldi. Bu misol blokka joylashuv. Agar bunday qiladigan bo'lsam, qarab oyoqlantirib blogidan chiqib ketyapti deyapti. Buni qaytarasiz, joyiga tushadi. Mana bu narsani adin qo'yib bilmayman. Liniya granisi ekan. Bunday yaxshi liniya granisi bo'lsa kerak. Mana qilasiz. Yo'qcha u yonmasa yonadi u. Qachondir kerak bo'lib qoladi. Mana ikkinchisi ledniklari, ya'ni konnektorlari, uchinchisi. To'rtinchisi graduslari. Beshinchisi o'sha blokda joylashgan o'rni. Qaytaramiz. Ketma-ket etaplar. Agar shekasi belgilanmagan bo'lsa, mana joyda konnektor bilan o'sha gradus degan joyda ikki chiqib qoladi. Sheka belgilash mana bo'limlar bo'ladi. Buni sheka belgilagan ishlarda ko'ramiz. Keyingisi o'sha optimalniy направление. Bizga o'sha kesishda yordam beradi. Keyingi bo'lim o'sha konnektor qo'yish bo'limi. Konnektorlarimizni joylashtira olamiz. Hech qachon tishni oldi sohasiga, ko'rinadigan sohasiga konnektor qo'ymaslik kerak. Ko'rinadigan yupqa bo'lib qolgan sohalarga konnektor qo'yilmaydi. Iloji boricha qalin, ko'rinmaydigan joylarga qo'yiladi. Endi vaziyatdan kelib chiqargan professionalligingiz kuchayib ketib qoladigan bo'lsa, ko'rinadigan sohasiga qo'ysangiz bo'laveradi. Lekin narsalaringiz yo'qmi? O'sha joyda yo'qotib bera olmaysizmi? O'zini holatga qaytarib bera olmaysizmi? Shunaqa ko'rinmaydigan joyga qo'yish kerak. Men narsalarning yo'qligi uchun shu ko'rinmaydigan joyga qo'yaman. Senter tishlarda iloji bo'lsa, mana sichqoncha turgan joydan mana mas sohasiga maytdan bu yog'iga qo'yib bo'lmaydi, mana chapiga.
Chunki senter tishlar bir-birigaligi qo'yilganda xalaqit berib qolishi mumkin. Mana shu narsani bosamiz. Buni bitta bossak. Mana oq narsa degani kompyuter chetgacha ko'ralyapti xolos degani. Chetdan chiroyli qilib kesib beradi, shu joyiga palosa tushirib qo'yish ehtimolligi bor degani. Senter tishlardan xuddi shunaqa. Mana shu joylarni ko'ralyapti chetgacha, tepadan ya'ni kim shu joylarigacha to'g'ri kesib beradi xolos degani. Mana. To'g'rilab olish iloji bormi? Iloji bor. To'g'rilab olish uchun ikkinchi bo'limga o'tasiz. Bunday qilasiz. Yana bunday qilasiz. O'sha bu chiqib ketgan bo'ladi, ko'ryapsizmi? Bunday qilsangiz gradus qo'shib qolish mumkin. Endi bu yoqqa o'tkazganimizda baribir yana shu holatda. shu holatda emas, normal kesadi. Bu joylarni o'zim chiqqandan keyin to'g'rilab meni professionalligim. Voy, mana seni bugun yuvmasam bo'lmas bo'lyapti. Lidniklarimiz qayta teriladi, pozitsiya o'zgargandan keyin. Xo'sh, to'g'rilaymiz lidniklarni. Lidniklar turi bor. Mana shu lidnik, ko'k lidnik, qo'lli kesilmaydi. Butunligicha qo'yilgan sohasigacha chiqadi. Endi moviy rang lidnik yarmi kesilib, masalan, o'sha 50% kesilib chiqadi buni. Sizga kesishga hech qanaqa noqulaylik tuyultirmaydi. Jigarrang lidnik bo'lsa, jigarrang lidnikda o'z 60%ni, masalan 70%ni, balki 80%gacha o'sha kesib chiqarishingiz mumkin. Buni apparat kesib beraveradi, faqat tishni tushirib olish mumkin. Eng oxiriga etab, mana ikkita etapni ishlatmaymiz. Ishlatamiz qachonki bu etab, misol most tishlar qilib turgan bo'lsangiz, 7 ta 8 ta qilib turgan bo'lsangiz, balki qo'ymayman, shunday chiqaraveraman, nima o'rtasiga konnektor qo'ymayman siz mana bunaqa joylariga nima qilib plyusni bosing. Yana plyusni bosasiz, bunday qo'ying. Yana plyus bunday. Bu mana blokda hajmi o'sha uzunligiga qadar joyiga nima qo'yib beradi. Bu o'sha tekis sohaga qo'yganingizda nima qilib beradi? Balans bo'lmasligiga yordam beradi. Ya'ni tish sig'may qoldi nimaga? Nimaga idishga sig'may qolishingiz, bo'sh idishga tekis sohaga qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana shundan foydalansangiz bo'ladi. Bu endi nimaga balki o'sha podko'shlar qo'yib turganingizda orasiga konnektor qo'yish. Masalan, bunaqa konnektor qo'ysangiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Karkas qo'ysangiz bo'ladi. Custom stabilizatorni. Xohlaganingizcha. Endi ko't bo'lgandan keyin nima qilamiz? Xo'sh, buni o'tib tashlashimiz kerak biz. O'chirishimiz mana shu bo'lishi. Hamma joy oxirga etab tishlarni kesish. So'raydi. Nechta frez bilan kesing? 2 ta frez bilanmi, 3 ta frez bilanmi, 4 ta frez bilanmi? Xohlasang 3 ta frez kesib beraman. Xo'p, nima kesadiganini tozalab beraman. Xohlasang 3 ta frez kesib beraman. Nimalarni cross stabilizatorga tezlashtirib beraman deyapti. Bizda faqat 3 talik frez borligi uchun apparatimizda, kelguchi apparatida mana shuni tanlaymiz, qizil bo'limini bosamiz. Agar boshqa o'sha narsalarni qo'llab-quvvatlaydigan apparatlar bo'lsa, xohlaganingizni qo'yib qilsangiz bo'ladi. Bu bo'lgungacha bu yoqqa o'tamiz. Bizda A2 ishlar borligi uchun mana 16, 12 xohlagan A2 nimamizga kiramiz, blogimizga. Yana o'sha fayl bo'limi bo'yini ko'ramiz A2ni. 1057, 1099, 1050. Hammasi 12likka tushadigan ishlar ekan. Biz 12likda joyda ko'ramiz, nechta ish sig'adi bu yerga. Chunki hozir yangi blogimiz borligi uchun bular ishlatishimiz kerak. Bu ma'lumot uchun qiziqarib qolgan narsalar bu apparatda oldin chiqqan ishlar bo'ladi. Ular oldin chiqmagan. Chunki men oldin ishlarga mana shunaqa faylni nomlab berganligim uchun buni bazasiga shunaqa kirib qolgan. Bular chiqaryapsan, ogohlantiryapti xolos. O'shalarni ham qo'yamiz biz.
har xil ikkitanliklarga mos ko'rakka qavuraveramiz. Hech kimni so'kmaydi. Dadamizga olib ketib qolmaydi bizga qanaqa. Ko'pikdan qisqa bo'ladi. Endi eshik yopib oling. Ikkita sig'mayaptimi? Bu yerdan o'chirish ham bor mana. Balit o'chadi. Просто ustiga bitta bosib olishimiz kerak. Ne apparatni ne qaratda, ya ko'zim yetmagan men nima qilaveringlar o'zlaring aytib qo'yadi. Ne qilamiz? Bu ham joyiga yetib bo'libdi. To'g'rilashimiz kerak. Ne qilamiz? Ko'tarib qo'yamiz. Aytgan gradusimiz to'g'rilanadi. Endi bizga kerak bo'ladigan narsa buni joylashtirish. Ikkitani shu kesatishimiz kerak. Hadin qo'y. Xullas o'zimizni qiynamaymiz. Ikkita sig'ayapti, bo'ldi. Sal yetimga sirlar haqqini ham o'ylash kerak, ha, o'zimiz o'ylayvermasdan. Mana. Bu normal holat. Mana shu joylar allasi tushib qolgan taqdirda ham to'g'rilab olsa bo'ladigan joylar. Bundan uyog'iga ham, bu yog'iga ham maqsad bo'lmaydi. Konnektor delete bo'lsa hammasi o'chib ketadi. Biz o'chirish kerak. Bo'ldi, asha 3ta ushlaydi buni. Qachonki bu o'sha razrezsiz bo'ladigan bo'lsa. Ikkalasi tashlab bo'lganligi uchun yarmidan bu yoqqa qo'yamiz. Buni sal teparoqqa qo'yamiz, maksimal shekildan balandroqqa o'sha formasi buzib bitmaydigan holatga qo'yamiz. Tanlaymiz, 3 talik to'g'risini bosamiz, OK deb bosamiz. Hozir ravishit bo'ladi. Nariga ishimiz tayyor bo'lgan bo'ladi. Kesib bosib ketaveramiz. Bu tayyor bo'lgunga qadar tenglayveramiz. Absensi bu mana sariq fleshkasidan ishlayveradi bu. Mana fleshkasiz bu dastur ishlayveradi, lekin appkam ishlamaydi. Kiramiz, importovat bo'limiga kiramiz. Mana tergan faylimiz 16 3D A1 5-ish. Tanlaymiz. Bu o'sha instrumentimizni, frezimizni tugash soha nimasi ogohlantirishi. Buni tozalab olmasligimiz kerak. To qachon shu yarmidan buyoqqa o'tganda frezani mashlab turishimiz kerak apparatni. Bu kalibrovkasi, kalibrovka qilishda o'rgatani nima qilish kerak. Bu razmetka material. Agar ishingiz o'xshamay qoladigan bo'lsa, stopni bitta bosasiz, oстановкni bitta bosasiz, razmetka materialni bitta bossangiz, pauza, sпрос, razmetka materialni bossangiz, materialingiz qaytib keladi orqaga. Bu atlas zajim, bu zajim yo'lini ochadi, chiqaradi, ochadi, chiqaradi. Presini ketib qolsa, almashtirishga yordam beradi. Bu obnovleniya ishlatib ko'rmagan nimaligini. Endi ishlatib ko'ryapman buni. Balki yo'qmish. Nima qilyapti apparat? Yo'qchi, hech narsa qilmaydi. Ish jarayonida ishlatib ko'ramiz. Bu yerda 3 raqamni bu ogohlantiryapti. 3-frezdasan deyapti. Hop, importovat ketamiz. Demak, ikkinchimizni ham o'rganamiz. Yangi chiqib, buni K210 chiziqcha, buni so'radi. Chiqamiz. To'xtaymiz. Oldindan chiqamiz. Opsiyasiga kiramiz. 16 A1 ustiga bosamiz. Qo'shtiramiz. Bitta 16 A1 bo'tdan olamiz buni. Ochganimizda biza bor joyini ko'rib olaylik. Mana shu chiziqchani o'zi qo'yib berish kerak. Qo'yib bermagan taqdirda bitta tozalab olmasdan o'zi uchun maxsus chiziqchalar yaratib olishingiz kerak bo'ladi bunda. Bunda bor. Buni tayyor chizilgan. Ushlatasiz. Mana bu chizilgan chiziq. Mashina o'rni chucha narsacha bor mana bu yerda. Shu chiziqqa to'g'rilashimiz kerak. To'g'ri bo'lgandan keyin 3 marta qaytaramiz. 2 marta 1 2 3 bo'ldi. 1 2 3 bo'ldi. 2 3 siqib
siqib qo'ysa nima bo'ladi? Siqib qo'ysa balandlama bo'lib, trishina berib yuborishi mumkin. Sinib ketishi mumkin. Misol bunday u sinib ketib qolishi mumkin. Bosimni ko'tarolmasdan. Keyin bitta nacharadigan narsani bitta bo'lsangiz, vaqt beradi bizga.